xotinim ku. Bo'ldi qizim. Xafa bo'lma. U albatta sening yoniga qaytib keladi. Axir u sening ering. Yo'q. Men bu safar uni kechirmayman. Qizaloqim unday deyman. Men undan juda ham qattiq xafa bo'ldim. Ana bu ayol shunchaki o'g'lini qo'yib yuborishni xohlamaydi. Bor shu. Unda o'g'li bilan birga yashab o'tiraversin. Ruslar? Voy tavba. Ruslar? Ha, ona. O'g'lim? Ha, tinchlikmi? Yaxshimisan? Yaxshiman. Ha? Ha, yaxshi. Yuraging. Nega vahima qilyapsiz tinchlik? Yuraging og'rigani o'tib ketdimi? Yo'q. Doktorga bormadingmi? Meni hech qayerim og'rimayapti. Nega doktorga boraman? Menga seni mazang yo'q deyishdi-yu. Yo'q, men to'ppa-tuzman. Oyi, yaxshiman. Men aytdim. Buvimni o'sha gadoyvachchalarni uyidan chiqarib olish uchun shuni o'ylab topdim. Bopladim. Yaramaz. Başarın kursun seni. Nima ko'ryapsiz? Bu senga gap. Haydovchi shu yerda. Tezgina ofisga borib kelaman, xo'p? Tezroq qayting. Aksiga olib, hafsalam yo'q. Nima qilyapsan? Nimaga meni kompyuterimni tutyapsan? Hujjatlarni Sodiq Turg'unishning xonasiga yoptirdim. Men shu yerda bo'laman. Lekin Sodiq Turg'un buni xonamga hech kimni kiritmay debgandi. O'g'liga ahmoqlik qilib, unga bizni tutib berdi. Chaqirdingizmi? Oy xudoyim. Shu pullarni qayerga berishganini bilolmayman. Chol kechadan beri ishga chiqmayotgan ekan. Cholning xonasiga nima? Kecha Aytgan adasini ustiga chiqdimi? Hacı. Kelinglar sizlarga kino qo'ydiraman. Hop. siz aytganingizdek mening sabrimga ko'z tegmasin. Ayniqsa qora insonlarni ko'zi. Shuning uchun sevgingizni ehtiyot qiling. Oy. Quloqim bilan eshitib qoling. Agar bir soatda Sardor topilmasa, ikkiga bo'laman seni. Okey? Nimalar deyapsiz, qanaqa bola? Tushunmadim. Senga yana bir soat vaqt beraman. Bugundan boshlab kompaniyamizni barcha sotuv ishlariga siz javobgar bo'lasiz. Aziza, buni atayotgan narsalar. Nimaga atay qilishim kerak? Endi hayotga o'chakishib deganday. Aka, men bor xodimlardan, ayniqsa juda ham iqtidorli xodimlarimdan foydalanishim kerak. Ular ham bilmagan-ku aka. Xayolingga kelmagan ishda Aziz. Bolamni boshqa ko'rmayman degan voqeaga tushib qolayotgan odam. Sizni ham xayolingizga birinchi hayot keldimi? Bu paytda hammadan shubhalanar ekansan, bilmas ekansan.
Xullas shunaqa gaplar aka. Mani rejamni tushundingizmi? Tushundim. Marhamat. To'g'ri. Sizda nima istaysiz? So'raysiz, qonun bo'ladi. Oldinga qachon keladimi? Ertaga. Yaxshi. Hozir. Unda yaxshi ko'rgan narsalardan buyurtma qilib qo'yaman. Dadammi? Eshitaman. Yuklavoruvering. Keyin menga hisobotini jo'natib yuboring. Okey. Dadamni yonidagi kim? Qirolicha emasligi aniq. Shuning uchun so'rayapmanki. Maktabdagi o'qituvchim. Qattan bilaman ma'zi, onamdan so'rash kerak. Siz rasmni qayerda oldingiz? Topib oldim. Sizlar kimchisiz?